aka, to'ydan keyin ham meni sizlaysiz a? Ha bu nima deganingiz? Albatta. Va'da berasizmi? Yigit kishi bitta gapiradi. Men sizga to'ydan keyin ham sizlayman deganmidim. Onajonisi, bugun ochilib ketibsizmi? Voy, sizlamang, g'ashim kelyapti. Senga hazil qildimda bilaman, erkak kishi xotinni sizlamaydi. Bizni zotimizda unaqasi chiqmagan. To'g'rimi o'g'lim? To'ppa to'g'ri dada. Nima? Choy, Xotiningga qo'yib beradi. choy quyib yubor. Ring. Siz meni boya nega sansiradingiz? Uydagilarning oldida noqulay bo'ldi-da. To'ydan oldin menga va'da bergandingiz-ku. Bilaman. Keling bundoq qilaylik. Ichkarida sizlaymanda hammani ko'zi uchun, tashqarida sansirayman, ha? Unaqa gapiradigan bo'lsangiz, menga umuman gapirmay qo'yavering. Uf, kech qolamiz. Namuncha cho'ziladi xotining, tezroq chaqir. Bo'ldi, siz chiqib turavering, chaqiraman. Hozir chaqir. Unda kirib chaqirib chiqaman. Shu yerda chaqir. Sarvinoz, Labbek, oyim chaqiryaptilar. kimni? Hey, bo'p qoldingizmi? Tezroq bo'ling. Hey, kimga gapiryapsan? Ha, dadam kirib ketibdilar. Dada bo'p qoldingizmi? Bo'ldim. Men sizni hech qachon sansiramayman. Siz. Hozir. Men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Men to'ydan oldin va'da bergan edim, o'shaning uchun. O'lsine bu akfadan hech narsa eshitilmaydi. O'g'lim, bu yoqqa kelgin. Ana uni qara. Men senga aytgandim, xotining o'g'ri tomog'i. Ha, urushda och qolib ketgan odam rolini o'ynashim kerak edi. Shunga repetitsiya qilyotgandim. Kelin, choy damlab bering. Xo'p, bo'ladi oyijon. Unda ondan kichkinagina rolim bor edi. Repetitsiya qilib olasiz bilan. Xo'p, mayli. Ha, menga qarang. Bo'yi malikasi manman, tushundingizmi? Siz oddiygina bir qulsiz. Agar bir nima siz pichontik qolaman, tushundingizmi? O'san va shu o'zingdan ketibsan, nima qilyapsan? Yo'q, adasi oyijon bilan rol o'ynayapman, repetitsiya. Oyim bilan shunaqa rol o'ynaysanmi? Qatkoyi? Choyni o'zim damlab kelay. Kim u? O'rtoq, sen mashhur aktyor bo'lib ketganingdan keyin men ko'rgani kelasan deb hayotda o'ylamadim. Sanoqning emas. Xotining chaqirib bor. Tushunmadim. Hali eshitmadingmi? Xotining bilan birga Yevropaga ketyapmiz-ku. Hozir men Yo'q, meni noto'g'ri tushunasan. Xotining bilan birga ishlaymiz-ku, gastrol ketyapmiz. Hoy dada, harqitib Nimaga qo'rqasizlar? Rolga tayyorlanyapman. Alhazardan o'taman kastingdan. Bilaman. Siz xohlaganday ayol bo'la olmayapman. Sizni jahlingizga chiqaryapman. Iltimos, meni kechiring. Ya, mayli, xijolat bo'lma. Ishonarli chiqdimi? Voy, demak rolim tayyor. Ye? Aktrisa, mani yormakda